Assalomu alaykum Amrabat avtosavdoni obunachilari. Bugun 27-may günü sizlarga xudo xolasa egalardan Best avtomobili kelib turibdi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Best. Matiz'ni zo'rini olaman deb yurgan do'stlarimizga yine Matiz'ni zo'ri. Yumshoq balonlar. Mashinamizning holati ajoyib. 2010 oq-svet. Mashinamizda zang, churik, hech qanday rasxod yo'q, hurmatli obunachilar. Bu mashinamizning motorlari ham xudo xolasa yaqinda remontlangan dedi, hali apatchidan chiqmadi dedi. Mashin egalaridan sho'rni e'tibor etasizlar. Zo'r sostaniyada Matiz olaman deb yurgan do'stlarimizga shu videoni tashlab qo'yishni unutmaysizlar, hurmatli obunachilar. Ene mashinning sostaniyasi zang, churik, hech qanday hech yerida rasxod yo'q. Oppoq turibdi mashin. Motori ходовой cho'tcha bo'lib ishlangan. İçki holatlari bilan ham bir qator tanishtirib o'tamiz yine. İçki holatlari ham ajoyib yine. Chexol, linoleum, polik hamma narsasi bor. Metan gazlari bor, aslanli monitorchalari bor. 206 ming yurib turibdi probegi. Mashinamiz cho'tcha yetib minilgan, mehr berilib. Oq svetda, hurmatli obunachilar. Bahosini keladigan bo'lsak, mana hurmatli obunachilar, bahosi 35 million naqd pul olsa beraman dedi. Ustunda bir narsa qara, xayrini ham qaytaramiz, xudo xolasa. Telefonlashib bog'lanib kelaversa, mashina Amrabat avtosavdoda bo'ladi, hurmatli obunachilar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Videolarimiz yoqsa like bosinglar, obuna bo'linglar, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar, hurmatli obunachilar. Shunday mashinalar kerak bo'lsa, Amrabat avtosavdoga kelaversa, mashinalarimiz ko'p, barter xizmatlari, avtokredit yetmaganlar qarashu har xil variantda mashin beramiz, xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.